Tok barglari qadimdan xalq tabobatida, konservatsiyalarda, ovqatlarda, shuningdek damlama, kompress, qaynatma kabilarda ishlatiladi. Barglar tok gullaganda terilishi, tok dorilanmagan, barglar nuqsonsiz bo'lishi lozim. Barg mayin nordon ta'mga ega. Taomda boshqa mahsulotlar ta'mini o'zida singdiradi va xushtam bo'ladi. Ayniqsa yog'li go'sht, qo'y go'shti bilan mutanosibdir. Barg o'zida ko'p miqdorda kletchatka saqlaydi. Bu kunlik me'yorning 8% tashkil etadi. Kletchatka to'qlik hissini beradi. Ortiqcha qandni, xolesterinni o'zida saqlab qolib, ichaklar orqali chiqaradi. Semirishning oldini oladi. Tok bargi erta qarish, ko'pgina kasalliklarning oldini olishda muhim bo'lgan, antioksidant ta'sirga ega bo'lgan, hujayralarni erkin radikallardan himoyalaydigan, immun tizimi va ko'rish o'tkirligini yaxshilaydigan vitamin A manbaidir. Tok barglarini maromda iste'mol qilish soch va teri holatini yaxshilaydi. Yurak-qon tomir kasalliklari, insult, venoz dimlanish, varikozning oldini oladi. Shishlarni ketkazadi. Tok bargi tarkibidagi kalsiy, manganiz, tog'aylar, suyak, tish, asab va mushaklar uchun muhim. Tok bargi depressiyada yordam beradi. Tok bargi mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega. Kariesning oldini olish uchun tok bargini chaynash kifoya qiladi. Parodontozda yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Tirnoqlar va sochlar holatini yaxshilash uchun tok bargidan choy yoki qaynatma tayyorlab ichiladi.